Sizlar bilan yana bitta narsani sinovdan o'tkazmoqchiman, aynan shu parashok bilan. Qaranglar, ko'plar aytadiki, hozirda mana shunaqa kukunli parashoklarga ohaklar qo'shilgan, barabanni dabdalasini chiqaradi. Men parashok ishlatmayman deydigan ba'zi ayollar bor. Ohak qo'shilgandan bir parashok sota olmaydigan bo'lganman deydi. Aynan shu kukunli parashokda. Menga bu layfhakni kirmoshinam buzilgan payti kirmoshina ustasi o'rgatgan. Agar shunaqa parashokdan shubha qilayotgan bo'lsangiz yoki ohak qo'shilgan deb gumonlanayotgan bo'lsangiz, bitta layfhak o'rgataman deganlar. U uchun mana shu B29 parashokidan olib, mana soldim. Parashok solasiz dedilar va aynan sovuq suv, ustidan sovuq suv soling. Qaynoq suv emas, mana sovuq suvni solasiz dedilar. Keyin mana ko'rdinglar, mana sovuq suvni solasiz. Sovuq suvga yaxshilab qilasiz, ozgina ko'pirib ketdimi, demak bunga ohak qo'shilmagan dedilar. Ohak qo'shilgan parashokka sovuq suvda ko'pirmas ekan. Buni qaranglar, hali qo'limni qimirlatmadim, prosta suv qo'shganim o'zida shuncha ko'pib bo'ldi. Bemalol ishonsanglar bo'lar ekan qizlar. Mana sovuq suvda ko'pirar ekan. Ohaki yo'q parashok, ya'ni haqiqiy yaxshi parashok sovuq suvda ko'piradi. Buni menga o'sha usta o'rgatganlar. Shundan biri sinab ko'raman. Bu parashokni ham ochishim bilan sirazi shunaqa sinab ko'rdim. Shubha o'tdi. Mana menda ko'rganingizdek sovuq suvga ko'pirdi qizlar. Bu degani yaxshi, ya'ni ohak qo'shilmagan. Shunaqa mishmishlarga, shunaqa narsalarga ishonmasdan bemalol olishinglar mumkin. Aynan shu parashokni. Mana muzdek suvga ko'pirdi. Endi tasavvur qiling, issiqqina qaynoq suvda bemalol zo'r ketadi. Ya'ni ruchnoy sirkalarga ham zo'r bo'ladi bu parashok.